katta buqa olib boqqan yaxshimi yoki-da kichkina buqa olib boqqan yaxshimi? Bu temani o'zi chorvador akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Mana bu buqamiz sotilyapti ekan. Angus, ya'ni gibridga chatishgan. Tirik vaznga 400 kg plus minusda bo'ladi. Bo'ylari 1.30 plus minusda. Narxini keladigan bo'lsak 26 million so'm kami bor. Menga gibrid kerak emas degan akalarimizga Qirg'iziston shves buqalari. Hali tish buzmagan, bo'yi 1.25 plus minusda. Narxi 25 million, ozgina kami bor. Bu qizil angusmi yoki limuzinga gibridmi? Bu ham sotilyapti. Bo'yi 1.20 plus minusdan narxiga keladigan bo'lsak 23,5 million so'm kami bor. Meni pulim bor, uchalasini ham olib molxonamga tashab qo'yaman degan akalarimizga 71 millionga savdo qilishibdi. Lekin akamiz 74 million narx aytishibdi. Telefon qilsangiz ozgina kamini qilib berishadi, bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin. Manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida.